Boysun bahori xalqaro folklor festivaliga qizg'in va puxta tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Hududda milliy qo'rg'onlar barpo etilib, ularda o'zbek xalqining boy madaniyati, urf-odatlari va an'analari aks ettirilmoqda. Shuningdek, mahalliy va xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Boysunda bahor nafasi bilan birga katta bayram Boysun bahori festivaliga tayyorgarliklar qizg'in palaga kirgan. Har bir tuman va oliy ta'lim muassasalari uchun ajratilgan maydonlarda o'ziga xos qo'rg'onlar barpo etilmoqda. Bu qo'rg'onlarda har bir hududning boy madaniyati, urf-odatlari va asrlar osha saqlanib kelayotgan an'analari jonli tarzda namoyon etiladi. Shuningdek, turli ko'rgazmalar ham tashkil etilishi kutilmoqda. Xorijiy va mahalliy mehmonlarni munosib kutib olish uchun barcha shart-sharoitlar hozirlanmoqda. Sayfiddin aka, bu yilgi Boysun bahoriga tayyorgarliklar Uzun qo'rg'onida qanday kechmoqda? Boshqa qo'rg'onlar bilan nima narsalardan farq qiladi? Bobo tog'imizni tirik timsolini biz mana shu yerda namoyish qilib, bizning shunday tabiiy boyligimizni keladigan mehmonlarga ko'rsatib beramiz. 44 turdagi tabiiy giyohlar bo'ladi. Pistadan tashqari kavrak degan o'simligi bor. Bular Shifobaxsh o'simliklardan. Shifobaxsh o'simliklar. Bularni hammasini olib kelamizdagi shunday o'zini tabiiy holatda olib kelib, mana shu giyohlarimizni asosan choy bo'ladiganini choy qilib, keladigan mehmonlarga uzatib, pistalarimizni olib kelib, ko'rsatib, yedirib. Bundan maqsad nima? Mana shu Uzun tumanni tabiiy boyliklarimizni mehmonlarga asosan ko'rsatib berish. Qo'rg'onimiz asosiy maqsadi mana shu yerda milliycha, bundan tashqari zamonaviy bilan uyg'unlashtirish. Kelgan mehmonlar ham hayratda qolish uchun. Bu yerda tog', bu yoqda buloq, sharshara, bu yoqda milliyligimiz oldin o'zimiz, bu tomondagi hozirgi kundagi masalan zamonaviy erishiladigan yutuqlarimizni ko'rsatib beramiz. Festival doirasida tashkil etiladigan milliy hunarmandchilik namunalari va an'anaviy taomlar ko'rgazmalari, bahodirlar chiqishlari va xalq o'yinlari tomoshabinlarga unutilmas taassurot bag'ishlashi aniq. Osmon uzra havo sharlari va zamonaviy dronlar shousi esa bayramga alohida shukuh qo'shadi. Bundan tashqari Boysunning diqqatga sazovor manzillariga media turlar va sayohatlar ham tashkil etilib, mehmonlar uchun hududning betakror jozibasi yanada yaqindan namoyon etiladi. Bu festivalga 500 mingga yaqin mahalliy, 1000 ga yaqin xorijiy sayyohlar tashrifi kutilyapti. Boysun tumanining diqqatga sazovor joylarida sayohat dasturlari tashkil qilganmiz. Xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun infotur tashkil qilinyapti. Barcha sayyohlar uchun mehmonxonalar, ovqatlanish xizmatlari hammasini tayyorlab, shart-sharoitlar yaratganmiz. Festival o'tkaziladigan majmuada obodonlashtirish ishlariga alohida e'tibor qaratilgan. Maydonga kirishingiz bilan anvoyi gullar ifori va yashillikka burkangan go'zal manzaralar sizni qarshi oladi. Bu tabiiy go'zallik Boysunning betakror tabiati, noyob hunarmandchiligi va boy an'analar bilan uyg'unlashib, go'yo bir butun manzarani hosil qilgandek. Eng muhimi, Boysun bahori festivali bu shunchaki bayram emas, bu o'zbek xalqining o'lmas qadriyatlari, boy madaniyati va yuksak san'atini butun dunyoga namoyon etuvchi yirik madaniy maydondir. Ayni paytda u hududning turizm salohiyatini yanada rivojlantirish, Boysunni xalqaro miqyosda tanitishga xizmat qilayotgan muhim tashabbus sifatida ahamiyat kasb etmoqda.